Dadajon, buni qarasanga nima topib qo'ydim? Lexus laqabli Tracker deganlardan topib qo'ydim dada. Yili 2025 polni full pozitsiyasi bu dada. Bir Premier emas, Premier full pozitsiyasi. Kelinglar mashinani tomosha qilinglar. 4 ta balon yangi kecha qo'yilgan. Probegi 16 mingta. Polni orqa sideniylarigacha hamma joyi qizdiradi, rullarigacha polni shashonchalargacha qizdirib tashlaydi. Mashina 2025-yil 4+ qarib 5-pokoleniya propanlari qo'yilgan dada. Orqasiga ke dadajoning orqasini qara. Mashina egasidan bir qo'yil mashina, hisob ma'lumot, zapaskalargacha qo'yilmagan, tushmagan. Propanlari qo'yib qo'yilgan. Endi yuringlar, men sizlarga bir motorxonani ko'rsatay. Ana propanchasini qaranglar. 1 oy oldin propan qo'yilgan. Shu paytgacha benzinga yurgan. 25-yil bo'ladi. Probeglarni любой joyga yetib ko'rsatasizlar, любой ustalar bilan kelib tekshirtirasizlar. Keyin mashinani olasizlar dada. Mashinamiz Premier Plus o'sha aytganim 4 ta baloni yangi. Narxga keladigan bo'lsak, hech qanday yo'q bunaqa narx. 17.600 barakasiga bir narsa o'tamiz. Barakasiga ozgina o'tishimiz mumkin, ko'p emas. Любой joydan so'ranglar, bunaqa narxlar hech qanday yo'q. Mashina polni tayyor, 1 so'mlik xarajati yo'q. Olasizlar, minasizlar, tamom. Yana o'sha gap, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Like, podpiskani bosinglar. Biz ham mashinalarni zo'rini bosamiz dedi.